Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi nasihat Qur'on ne'mati. Qur'on ne'matini qanday anglash mumkin? Qur'on ulug' ne'matdir. Shuning uchun biz bu ne'matni to'liq idrok etishimiz lozim. Ammo savol tug'iladi. Biz o'zimiz qanday idrok qila olamiz? Farzandlarimiz va o'quvchilarimizga bu ne'matni qanday anglatamiz? Qur'on ne'matini anglashga yordam beradigan 5 omil mavjud. Birinchi omil ilmiy idrok. Ta'lim orqali musulmonlarga Qur'onning sifati va maqsadlarini o'rgatish kerak. Chunki Qur'onning sifatlari va maqsadlarini bilish va o'rganish musulmonning idrok tuzilmasini harakatga keltirib, Qur'onning ulug' ne'mat ekanligini tushunishga sabab bo'ladi. Qur'onning ba'zi sifatlari shulardan iborat. U muborak, u karim, u insonlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. U furqon, u bayon, u rahmat, u ne'mat, u nur. U ruhdir. Alloh taolo shunday deydi: sizlarga Alloh tomonidan bir nur va aniq bir kitob keldi. Qur'on nurdir. Inson hayotidagi, qalbidagi va uyidagi nur miqdori uning Qur'ondan olgan manfaatiga bog'liqdir. Qur'on ruhdir. Alloh taolo aytgan: shuningdek, biz senga o'z amrimiz bilan ruhni vahiy qildik. Sen kitob nima ekanligini va iymon nima ekanini bilmas eding, lekin biz uni nur qildik. Qur'on nega ruh deb atalgan? Chunki u hayotning sababi. Qalblarning hayoti, jismning hayoti, ruhning hayoti, insonlar orasidagi hayotning sababidir. Qur'on hidoyatdir. U insonning qarorlariga, dunyoviy va diniy manfaatlariga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Ikkinchi omil amaliy idrok. Bolalarni va kattalarni Qur'on bilan yashashga, Qur'onni hamroh qilishga, Qur'on orqali hayot kechirishga o'rgatish kerak. Qur'onning samarasini o'z hayotida ko'rib, uning axloqi Qur'onga mos bo'lishi lozim. Agar ota, ona, o'qituvchi, murabbiy yoki imom bolaga yoki har qanday insonga Qur'on bilan yashashni o'rgatsa, u Qur'on ne'matini anglab yetadi. Uchinchi omil ta'limiy va tarbiyaviy idrok. Inson Qur'on ne'matini o'ziga o'rnak biladigan shaxsda ko'rish kerak. Otasi va onasida, ustozida, murabbiylarida. Oysha roziyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xulqlarini tasvirlab, u kishining xulqlari Qur'on edi deganlar. Sahobalar ham Qur'onni faqat o'qibgina qolmay, balki unga amal qilganlar. Abu Abdurrahmon Sulami shunday deganlar: bizga Qur'on o'rgatgan sahobalar hech qachon 10 oyatdan o'tmasdan avval ularni hayotga tatbiq qilardilar. 4-omil jamiyat idroki. Bolalar va yoshlar uchun Qur'on maktablarini tashkil etish, Qur'onni tushungan va unga amal qiluvchi do'stlar va avlodlar yaratish lozim. Agar bir avlod Qur'on bilan tarbiya qilinsa, undan keyingi avlodlar ham Qur'on ne'matini anglab yetadi. Bu yo'lda ustozlar, murabbiylar, ota-onalar va jamiyat fidokorlik qilishlari lozim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni tarbiyalashda katta mehnat qilganlar va natijada butun ummat uchun nurli yo'l ochilgan. Shuning uchun yaxshi avlod yetishtiring, shunda ular sizga kelajak avlodlarni yetishtirib beradi. 5va oxirgi omil Qur'on idrokiga xalaqit beradigan narsalardan yiroq bo'lish. Qur'onni anglashga xalaqit beradigan har qanday narsa chetlashtirilishi lozim. Haddan tashqari qattiq yoki haddan tashqari yengil ta'lim usullari, zararli elektron vositalar, telefonlar, televizorlar, noto'g'ri muhit va tarbiyaning zaifligi. Bularning barchasi Qur'on idrokini susaytiradi. Shunday ekan, o'zimizda, oilalarimizda, farzandlarimizda va jamiyatimizda Qur'on ne'matini qanday idrok qilishni o'ylashimiz lozim. Chunki Qur'on ulug' ne'matdir. Kim bu ne'matni anglasa, u muvaffaqiyat topadi va hayotning barcha jabhalarida ushbu ne'matdan to'la foydalanishga harakat qiladi. Alloh hammamizni Qur'onning ne'matini idrok etishga muvaffaq qilsin. Valhamdulillahi robbil alamin.